Ota-onalar bolasidagi nutqidagi muammo bo'layotganini qanaqa sezsa bo'ladi, qayerdan bilsa bo'ladi? Endi 1,5 yoshli bola уже 5 tadan 30 taga so'z bilishi kerak. 1,5 yoshli bola, dada, aya, suv, misol. Lekin bu 1,5 yoshda voy bu so'zlarni bilmayapti degani endi sraz zadержка degani emas, albatta. No baribir shifokor nazoratida ko'rib tuzatish kerak agar shu so'zlar bo'lmasa. И tushunchasiga qarash kerak. Misol uchun siz aytgan narsangizni shu bola eshitib uni bajaryaptimi? Misol uchun boshing, ko'zing qani 1,5 yoshli bola уже siz bilan kontaktga kira oladi. Yoki ikki ovoz aytganimizdek 3 yoshli bola. 3 yoshli bola уже so'z gaplashadi. 2 yoshli bola, 2 yoshli ikkita so'zni qo'shadi deyapmiz. Misol uchun suv ber, non ber, aya qani, dada qani. 2 yoshli bola bitta so'z gapiryapti, qo'shmayapti. Dada, aya, suv, non, joy. Bu degani ham endi zadержка degani emas 2 yoshli bolaga. Lekin o'zi ikkita so'zni qo'shish kerak.